Assalomu alaykum. Biz bugun Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahridamiz. Orqamda ko'rib turgan manzarangiz insoniyat tomonidan yaratilgan eng mega loyihalardan biri Dubay Marina. Marina sohil bo'yi porti ma'nosini anglatadi. Ushbu loyihaning buyurtmachisi Dubai Properties davlat kompaniyasi bo'lgan. Loyihaning asosiy maqsadi esa lyuks turar joylarni yaratish, savdo ko'ngilochar zonalari, turistik diqqatga sazovor joylarni yaratish. Shu bilan birga Dubayni turizm va biznesni global markazlaridan biri sifatida yanada taniltirish. Bu videoda siz Dubai Marina yaratilish haqida, bu yerdagi uy-joylarning o'rtacha narxi, nima uchun ushbu kanalda cho'milish hayot uchun o'ta xavfliligi va inson omilisiz nimaga bu kanal avval botqoqlikka, so'ngra esa to'liq yo'qib ketish haqida bilib olasiz. Dubai Marina bu inson qo'li bilan yaratilgan dunyodagi eng yirik sun'iy sohil va murakkab shaharsozlik loyihalaridan biri. Loyiha 2018-yilda to'liq yakunlanib, bugungi kunda Dubayning eng nufuzli hududlaridan biriga aylandi. Qizig'i shundaki, Marina loyihasi AQShdagi Chikago shahridan ilhomlanib ishlab chiqilgan va u yerdagi daryo bo'yidagi binolar tarzida shakllantirilgan. Dubai Marina 4 kilometr uzunlikdagi sun'iy kanalga ega bo'lib, u Fors ko'rfazidan dengiz suvini oladi va shahar muhitini tabiat bilan uyg'unlashtiradi. Biroq bu kanal sun'iy yaratilgani uchun u tabiiy suv oqimlariga ega emas. Agar inson faoliyati bo'lmasa, u bir necha yil ichida loy va qum bilan to'lib qolishi mumkin. Shuning uchun maxsus nasos va filtr tizimlari orqali suvni tozalash va oqimni saqlashga e'tibor qaratilgan. Bu hudud nafaqat muhandislik yutug'i, balki iqtisodiy jihatdan ham ulkan ahamiyatga ega. Dubai Marinadagi ko'chmas mulk narxlari jahon bozorida eng yuqori darajada. Bu yerda kvartiralarning o'rtacha bahosi $1 million dan boshlanadi. Eng qimmat penthauslar esa 20-30 million dollarga baholanadi. Yaxshi manzaraga ega rezidensiyalar va lyuks villalar esa yanada yuqori narxlarda sotiladi. Marina hududiga joylashgan mehmonxonalar va ofis binolari ham eng nufuzli ishbilarmonlar uchun asosiy biznes markazlaridan biriga aylangan. Ushbu sohil bo'yi Marina shahrida 200 dan ortiq osmono'par binolar mavjud bo'lib, ularning aksariyati 200 metrdan baland. Dubai Marinaning eng mashhur binolaridan biri Kayan Tower. U 90 gradus burchakka ega bo'lib, dunyodagi eng noyob burchakli binolardan biri hisoblanadi. Bu binoda birorta ham to'g'ri devor yo'q. Shuningdek, Marina 101 Dubaydagi hozirda eng baland turar joy binosi bo'lib, uning balandligi 425 metrni tashkil qiladi va shunga o'xshagan Princess Tower, uning ham balandligi 413 metrga teng bo'lib, uzoq vaqt davomida u hatto dunyodagi eng baland turar joy binosi hisoblangan. Bundan tashqari The Torch va Infinity Towerga o'xshagan binolar ham shaharni ko'rkini yanada ochib turibdi. Sun'iy kanal suvi o'ziga qanchalik jalb qilmasin, Dubai Marina suvlarida suzish tavsiya etilmaydi. Bu yerda suv oqimi sun'iy ravishda yaratilgani uchun u kuchli to'lqinlarni hosil qilishi mumkin. Shuningdek, suvning aylanish tizimi tufayli ba'zi joylarda kuchli quyi oqimlar ham yuzaga keladi. Shu sababli bu hududda suzish va ochiq suvga kirish mahalliy hukumat tomonidan cheklangan. Bundan tashqari suvda har xil moddalar va suvning sho'rlik darajasi balandligi sababli teriga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin. Ushbu loyiha nafaqat muhandislik mo'jizasi, balki shaharsozlikning kelajagi qanday bo'lishi mumkinligini ko'rsatuvchi ulkan laboratoriyadir. Bu yerdagi innovatsiyalar va zamonaviy hayot tarzi Dubayni 21-asrdagi megapolislardan biriga aylantirishda katta rol o'ynaydi. Ushbu loyihani, ya'ni binolarsiz hududni o'zini va kanalni o'tkazish uchun jami hisobda 10 milliard dollardan oshiqroq pul sarflandi hamda minglab quruvchilarni 8 yillik mehnat ketdi. Endi esa loyiha haqidagi eng qiziqarli ma'lumotlar va faktlarga to'xtalsak. Dubai Marina hududidagi ko'chmas mulk oxirgi 20 yil ichida 500% ga oshgan. Loyiha yakunlanganda 2003-yilda Dubai Marina hududida kvartira sotib olish $200 ming atrofida edi. Hozir ayni shunaqa kvartira uchun siz 1 milliondan oshiqroq pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Bugun tayyorlagan ma'lumot va faktlarimiz asosan pul bilan bog'liq. Sababi Dubayning o'zi ham pul bilan bog'liq. Keling,
Dubay Marinadagi eng qimmat mashina turargohi haqida aytsak. Dubay Marinada shaxsiy mashina turargohiga ega bo'lish uchun ham katta mablag' talab etiladi. 2022-yilda Marinadagi eng qimmat parking 1,3 million dollarga sotilgan. Tasavvur qiling, mashinasiz shunchaki turar joy 1,3 million dollar. Qiziq, 1,3 million dollarlik parkovkaga qo'yiladigan mashinaning o'zini narxi qancha bo'lishi kerak? Endi esa keling, Dubay Marinada har yili necha pullik ko'chmas mulk bitimlari imzolanishini ko'rib chiqamiz. Ochiq manbalarga ko'ra, Marina hududining o'zidayoq har yili 1 milliard dollardan ortiqroq ko'chmas mulk sotiladi. Bunga sabab shaharcha Dubaydagi eng tez rivojlanayotgan va talab yuqori bo'lgan hududlardan biri. Nollari ko'p va issiq bo'lgan sonlari bilan bo'lishishni davom ettiramiz. Dubay Marinada joylashgan adres Dubay Marina mehmonxonasi 1,5 milliard dollarga qurilgan. Bu Dubaydagi eng nufuzli mehmonxonalardan biri bo'lib, har yili millionlab sayyohlarni qabul qiladi. Taqqoslash uchun dunyodagi eng baland Burj Khalifa binosi adashmasam 1,7 milliard dollarga tushgan. Mehmonxona uchun 1,5 milliard dollar, dunyodagi eng baland bino uchun 1,7 milliard dollar. Dubayda ko'chmas mulk narxi yildan yilga oshib bormoqda va bu ma'lumotga ega bo'lgan tadbirkorlar butun dunyodan Dubayga pul tikishmoqda. Xo'sh, savol tug'iladi. Dubay Marinada 1 kvadrat metr ko'chmas mulk narxi qancha? Marinada 1 kvadrat metr kvartira bahosi 10 ming dollardan 25 ming dollargacha bo'lishi mumkin. Bu shaharni jahondagi eng qimmat hududlardan biriga aylantirgan. Men hozir Marina Walk bo'ylab aylanib yuribman. Ushbu yo'lakning umumiy uzunligi 7 kilometr bo'lib, har kuni minglab Marina aholisi bundan foydalanadi. Kimdir yugurish uchun, kimdir restoran, kafelarga, kimdir esa shopping uchun. Orqamda ko'rib turgan binolaringiz hali ham qurilmoqda. Bu degani esa Dubay Marina hali hanuz rivojlanmoqda. Dubay Marina murakkab muhandislik, konseptual shaharsozlik va hayot tarziga aylangan arxitekturaning yorqin namunasi. Bu yerda suv, binolar, transport hammasi uyg'un ravishda tizimli ishlaydi. Albatta, ba'zi joylarda shakl va dizayn ba'zida funksiyadan ustun qo'yilgan. Ta'sirli, lekin zarurligi bahsli bo'lgan yechimlar ham uchraydi. Lekin shu bilan birga bu yerda arxitektura his qilish vositasiga aylangan. Marina faqat bino emas, bu muhit, kayfiyat va hayot tarzi. Odamlar bu yerga yashashdan ko'ra his qilish uchun keladi. Menimcha shunday yondashuv bizga ham kerak. Chunki O'zbekistonda hali ko'p qurilishlar, yangi shaharlar, biznes markazlar qurilishi oldimizda turibdi. Biz mahalliy arxitektorlar, quruvchilar va mutaxassislar bunday miqyosdagi loyihalarda ishtirok etishga tayyormiz. Agar kerak bo'lsa, tajribali xorijiy mutaxassislar bilan birga hamkorlikda. Chunki biz faqat devor va shisha qurmaymiz. Biz odamlar yashaydigan muhit, davlat tomonidan amalga oshirilayotgan islohotlarni his qilish va yashash kayfiyatini yaratamiz. Shu bois har bir loyiha va qurilishda odamni markazga qo'yishni unutmasligimiz kerak. Qachonlardir ushalmas orzu bo'lgan shunaqa ambitsiozni mega loyiha hozir o'zini mevasini bermoqda. Butun dunyodan bu yerga turistlar kelib, Dubay taraqqiyot topishiga hissa qo'shmoqda. Nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonda ham yaratilayotgan City loyihalari effekt beradimi? Agar sizga biz olayotgan mavzu qiziq bo'lsa, bizni qo'llab-quvvatlang. Like bosing, kommentariy yozing. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr.